Aka, dadamni berib qo'ydi. Alam to'sma yolg'on dunyo ketib olay. Rahmat. Seni boringga shukur kelganingdan xursandman o'shda. Oyna, senga havas qilaman. Omading kelgan, ishlaring ham yaxshi, yurish turishing, kiyimlaring ham, mashinang, uy-joyingni aytmaysan, og'ay. Rahmat oshna. Havas qilaman chin ko'ngildan. Xavotir olma oshna. Senda xudo xolasa yo'qmi, menda bor. Men shayda turibmanmi? Har qanaqasiga qo'lib olaman. Cho'chima do'stim. Yasha do'stim. Kam bo'lma. Yaxshi ham sen borsan, qani oldiga. Telefoningga qara, kimdir telefon qilyapti. Shu ichib o'tirganingda dam olayotgan ukam Ha, telefon qilmasada. Shu yoqmaydi menga. ko'tarib qo'yaver. Yo'q. Og'ayni bu deyman. Korxonalar ham bir 3 ta 4 ta bo'lib ketdi shekilli, xudo xolasa. Mana yana telefon qilyapti, ko'rmaysan. Nima deyman hozir? Dam olib o'tirganingda bir telefon kelmasada. O'zi tashvishim yetib ortadi, o'zing bilasan. Yana qizil berdingmi og'ayni? Gaplashib qo'yaver. Balkim uydagilarda qanaqadir muammo bordir. Tinchlikmi, notinchlikmi ko'tarib qo'yaver. Men bu o'zim uyga borgandan keyin u muammo bo'lsa yechib olaman. Prosta dam olganimda menga telefon kelmasada. Hammaylar o'zing bilasan, qani? Olding bo'lmasa, ha? Oldik. Baxtli bo'laylik, ha? Ketdik. Og'ayni, shu telefoning chalaverib, odam direktor bordi. Shu qo'ng'iroqqa javob bergan. O'zing ham xotirjam o'tirasan. Kecha kasalxona oldida ukangni ko'rgan edim. Balkim onangni, balkim otangni olib borgandir. Biron bir kamchiligi bordir. Biron bir muammo bordir ki, qo'ng'iroqqa javob ber, tinchgina o'tiramiz. Maylimi? Do'stim. Ishonasanmi yoki yo'qmi? 10 kunligiga, yotishlariga, hamma sharoitlariga, ukol dorilarga hamma yo'qni berib qo'yganman. Hamma yo'qni olib kelib sharoitlari yetarli. Yana dam olishga meni ham haqqim bor-da. Mayli, ke. Shu safar qo'ng'iroqqa javob ber, keyin xotirjam o'tiramiz og'ayni. Maylimi? Nima bu yurish, bu o'tirish? Nima ahvol, bu qara ahvolingni? Ertaliga ket, soqqani bosmaysanmi? Nima yurish, kuching bo'lsa, quvvating bo'lsa, nima yurish? Endi og'ayni chetga ketmasligim sababi keksa ota-onam bor. Men agar mo'may pul, mo'may daromad orqasidan chetga ketsam, yurt kessam, ota-onamga kim qaraydi? Qaragan chog'larida yolg'iz qoldirmay deyman. Duolarini olyapman. Bizga ham Xudoning aytgani bordir, og'ayni. Ha, tinchlikmi? Ey, naq 10 marta telefon qilding, ey. Nima gaping bor o'zi, tinchlikmi? Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Telefon qilishni sababi bor, aka. Ha. Yana nima gap? Nima bo'ldi? Dadamni topshirib qo'ydik, aka. Ovozingizni dadam eshitmoqchi edilar. Qayta shunga telefon qilyapman. Aka, Qo'rqdim dadamni ajiga. topshirib qo'ydi. Dadam, ha? Nima deyapsan? Oshna. Dadajon.